To'pni ushlab olgandan keyin darvozabonga hujum mumkin emas, lekin to'g'ri qarorga keldi. Bozorov oldinga uzatma berdi. Xibay darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqib borishi mumkin. To'pni o'ziga qayta ishladi. Aldamoqchi bo'ldi. Aldadi, zarba berdi. Gol! Ruben Xibay Nasaf tarkibida gol urishni boshladi do'stlar. Time ko'raylik. Mana qarang. Mana qarang. Qayerda turibdi va qanday oshiryapti. Xibay avvaliga to'pni to'xtata olmadi, keyin qulab yetdi. Mana shu joyida o'sha tajriba bitta o'yinchini aldash bilan birga o'ziga yaqinlashayotgan futbolchini to'sib, zarba berib, burchakka darvozaga to'pni tushiryapti. Haqiqatdan ham haqiqiy hujumchilarga xos harakat. Uzatma. Juda chiroyli uzatma. Ajoyib pas.